ejderha zahrini chachmasin. Bo'lmasa uning zahrini qanday qaytaramiz? Xavf zodinada. Öz yurtida ish topolmay, milliardlar yurtidan kelgan Xitoy ishchilarining soni 20 yilda 300 mingga yetgan. Ya'ni qo'shnimizning balasi kuyovg'ilga aylanib, dadasi qudimizga aylanib, uning balasi navrimizga yoki jiyanimizga aylanib qoldi. Ular o'zlarining Qozog'istonda o'ylanib, farzand tepib qilib qolg'usi keladiganligini yo'shirmadi. Masalan, Asiya gaz trubasi shirkatining xizmatkori Xiao Dongxay Qozoqdan xotin olsa, balasining chiroyli bo'lishida hech gumoni yo'qligini dedi. Mening armonim sulu bir qozoq qizimen uylenu, tilni bilmay jatsa uyretib olaman. Qozog'istonda yurib, qozoqning tilini o'rganaman demay, balki Xitoyning tilini o'rgataman deydi. Chunki u Qozog'iston davlatining davlat tili qozoq tilini bilishning hojati yo'q deb qaraydi. Yana kelib, Qozog'istondagi har qanday Xitoyning shirkatlarida ishlasa, qozoq, rus tillariga zaruriyat yo'q. Xitoy tilini bilsili bo'ladi-ki, deydi. Bizning mamlakatimizga kelgan bularning ichidan 3 yil bo'lgan Xongchi hozirgacha qozoq tilini bilmaydi. Men ruschimi, qozoqchimi so'zlamayman. Uni bilishning hech qanday hojati yo'q. Xitoy boshliqlari bilan xitoycha so'zlashaman, ishchilar bilan inglizcha so'zlashaman deydi. Xongchiga o'xshash Xitoylar bizning mamlakatimizda ko'p. Ya'ni ular qozoq tilini bilmasimi yoki qozoq qiziga uylangusi kelsimi, ularning so'zlashishida hech qanday qiyinchilik yo'q. Sababi bizning yoshlarning ko'pi o'z tilini bilmasimi, boshqa tilni o'rganishga havas qiladi. Yoshlarimiz burun ingliz tilini o'rganib, chet elga ketgan bo'lsa, bugungi kunda Xitoy tilini o'rganishga havaskor. O'ta yaxshi bilaman. Endi o'sha Xitoy tilini o'rganu menga o'ta ma'noli. Bizning mamlakatda o'qish bo'li arzon bo'lganlikdan Xitoy mamlakatidan kelgan o'quvchilar ko'payyotdi. Uning ustiga Xitoy shirkatlarining soni kun sayin jiqiyotdi. Yana shu Xitoy shirkatlari Xitoydan kelgan o'quvchilarni ish bilan ta'minlayotdi. Qozog'istonda Xitoy kompaniyalari yetkillikda o'qib bitira sola, ularning birine жұмысқа o'rnalasaman. Agar mumkinlik bo'lsa, 3 yilga дейін tajriba jinoga. O'zining vataniga qaytqusi kelmaydigan Xitoylarning yana bir sababi Qozog'istonning go'zal tabiati bilan saf havosi. Dunyoni o'zining meli bilan ta'minlayotgan Xitoy o'z davlatining havosini bulg'ab bo'ldi. Mening туған жерім нағыз индустриялық мекенде орналасқан, сондықтан тыныс алатын ауасы тұншықтырып жібереді. Ал мұнда тынысым кеңейіп, рахат дем аламын. Xitoyda tug'ilib o'sgan Aytekin akaning so'zi. U qari Xitoy yamrab kelsa, Rus dadangda ko'rindi degan so'zga jazman ishindi. Dunyoga jar selayotgan Xitoyning hamma sirini 5 qo'ldek bildigan Aytekin aka, ularda millatchilik sezimining yo'qligini deb, qari Xitoylar nada dunyoviy foyda ko'rsa, shu yerda yildiz tortadi. O'ziga foyda bo'lsa, men bir Xitoyga ketaman, Xitoy millati uchun yashayman demaydi. Ularda millatchilik ruhi sus. Men Xitoyga ketaman. Ya Xitoy uchun sen demaydi. O'zining ultliq tendensiyasi ancha. Bu Xitoylar yaqi yurtda sulton bo'lish qatorliqlardan hech numus qilmaydi. Millati uchun o'tqa tushmaydigan, manfaat uchun foyda topgan yerda qoladigan bu Xitoy xalqidan ig'ir xavf bor. Mushunda xavfni to'ygan ba'zi davlatlar qisiq ko'z xalqqa o'z darvozasini ochmaydigan bo'lgan. O'zlaridan boshqalarning ehtiyot qilayotganligini Beijing hukumatı isbotlaydi. Ishik darvozasi ochiq davlatlar Xitoydan ehtiyot qildigan bo'lgan. Ammo bizning davlat ajdihordek Xitoyga darvozasini ochib qo'ygan. Biz chegarani taqig'inimiz bilan ular allaburun bizga kirib bo'lgan. Xitoy shirkatlari bilan restoranlari o'z tilida so'zlaydigan bo'lib, u yerdagi ishchilarmi Xitoydan kelgan. Ularda qozoq tilini bilishga zaruriyat yo'q deydiganlar intayin ko'p. Bir Almutaning o'zida 100 ga yaqin cho'ng tipdagi Xitoy shirkati 270 normal shirkat, 2 banka, 48 mayqachlash punkti bor. Konfuzi instituti, Yalan savdo bozori bor.
Bu yerda texi Xitoy nomi bilan atiladigan ko'chimi bor. Masalan, bu ko'cha Sisi Xay deb atiladi. Bu Xitoyning dаңlıq muzikanti 2. Dünya urushining oldida Qozog'istonda 3 oy turibdi. Aman geldi ko'rkam filmining muzikasini yozgan. Bu sababdan mehmondo'st qozoq xalqi 1999-yili sovg'a qilib, ko'cha nomini Sisi Xayga bergan. Davlatimizning bosh o'rdisida o'zining Pekin sarayi deb atiladigan qurilishini sep bo'lgan. Astananing dal o'ttirisida Xitoy naqshida selingan Pekin Filaza mehmonxonasiga har oyda 700 ga yaqin Xitoylar keladi. Ularning bekardan bekar kep ketmasligi aniq. Біздің мейрамханада Қытайдың 1000-ға жуық дәмін әртүрлі қоспалармен дайындаймыз. Bizning mamlakatimizdagi tijoratchilarning bir bo'lagini Xitoy o'ziga qartib olgan. Adolat ministrligining bergan soni bo'yicha 20 yil ichida Xitoyning nomiga o'tib ketgan shirkatlar tuvandikicha. Aqtepa neft gaz shirkati 32% dan 85% ga o'tib ketgan. Mang'istov neft gaz 47% chek, Petro Qozog'iston 67%. Qazgir neft 50%, Qara Jambaz neft 50%, Fabladar neft pishiqlab ishlash zavodi 58%, Shimkent neft pishiqlab ishlash zavodi 50%, Buzachi Operatik 50%, Asiya gaz turbasi 50%. Bugungi kunda China teg'i atilib yurgan Aqtepa neft gaz shahrida Xitoylarning soni 2 hassa ko'paygan. O'zining yurtiga patmay yurgan Xitoylarni biz bo'lsak qonun bilan qo'g'dayotimiz. Teg'i ularning tartib buzganlarini qo'g'lash oyoqda tursin, kang qo'rsaqlik qilib kechirib o'timiz. Qonunga xiloflik qilganlarni bo'lsa qo'g'lab chiqarib o'tmay, jarimani elibla qo'yib o'timiz xolos. Ularning qo'lida tiyishli ruxsatlari bo'lmagan, ruxsat qog'ozlari. Amdilikda Qozoqning o'g'illari o'z yurtida besim ostida turibdi. Xitoyning shirkatlari bo'lsa Qozoqning bo'ynida. Buning misoli nomi olamga pur ketgan G'arbiy Yevropa va G'arbiy Xitoy temir yo'lini selishga qatnashgan, ish haqini ololmay yig'layotgan qozoq ishchilar buning misoli. Qisma. Manga qarab o'tir ақша. Аймамай 100 000 теңге айлық деп айтқан кезде любой адам келеді, сол сөйтіп келген, мына балдарым да сөйтіп келеді. 2012-yili Qozog'iston bilan Xitoyning bo'lgan savdo muomalasi 8 milliard dollar bo'lgan deb xo'shalliqda bökimizni osmonga otdik. Biroq shu pulning 2 milliard dollarga mushundaq sifatsiz rangi o'chib ketadigan kiyim-kechaklar va turmush buyumlarini bizga eksport qilgan. Biz bo'lsak 6 milliard dollarga xam material avatdik. Endi o'ylab beqing, kim utdi, kim uttirdi? Buni kichik bolami tushundi. 6 cho'ngmi, 2 cho'ngmi? Ashu Xitoy qo'shnimizga avatgan xam materiallarning miqdori tovandikicha. Neft 54,6%, mis 12,7%, metal 2,3%. Endi uyqudan uyg'ongan ajdahoning nafsi yo'g'on bo'lishi aniq. Bugungi kundagi doirasi 20 million tonnaga yetadigan Atasu, Alaşangul, Kentuyoq, Qumko'l neft gaz turbalaridan foydalanishda butkul Qozog'istonning yer osti boyligini sumirib olish kuchi bor. Bu biz o'ydirib chiqargan narsa bo'lmasdan, davlat tahlilchilarining fikri. Hatto Sharq Turkistondan kelgan qayrindishimiz mushu fikrni qo'llaydi. Xitoy besib ketsa bizga xatarlik, chunki ularning urushda kuchi zo'r. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy iqtisodining yuksalishi bilan asli 2 milliard insonga yetadigan tabiiy boylikning suv ozlab ketish, havo buzilib ketish, o'rmonlarning oziyishi degandek xatarlik ahvollar ko'payib, tabiiy sharoiti xatar ostida qoldi. Xitoy uchun mollarni dunyoga eksport qilgandan o'zining xalqini eksport qilgani unumli degan ekan. Muxbirning deyishicha, bir necha oyning oldida Xitoylik yozuvchi Xu Xongbaoning Qozoqning nomusiga tekkan maqolasida Qozoq mehmondo'st xalq. Qozoqning uyiga borsang, go'sht berib mehmon qilib qo'ygandan sirt, qizinimi qo'yningga selib beradi deydi. Bu ozsonlik millatlar orasiga adovat solganlar 3 yilgacha qamalishi kerak dedi. Jazosini olsin deb Qozog'istondagi Xitoy konsulining oldiga xalq yig'ildi. Ammo Qozog'iston ministrligi bo'lsa, bir odamning fikri deb javob berdi. Biroq 1 milliard 365 milliondan oshgan saldak iqiyotgan Xitoylarning 300 mingdan ko'proqi bizning mamlakatimizda yuriydi. O'z yurtida tug'ilishidan jazo qo'yilgan bolasini bizning mamlakatimizda ko'paytmasligiga kim kepil? Gapning rosti, Alloh saqlanganini saqlaydi.